kriz chiqadi. Salomatlik tuman boylik deyishadi dono xalqimiz. Respublikamizda aholi salomatligini saqlash va uni himoyalash yo'lidagi amalga oshirilayotgan amaliy islohotlar xalqimiz manfaatiga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. Birgina So'x tumanida ham sohada amalga oshirilayotgan o'zgarish va islohotlar eng chekka hududda yashaydigan xalq ham davlatimiz rahbari va bevosita hukumatimiz e'tiborida ekanligining dalolatidir. Berilayotgan e'tibor tufayli bugun tibbiyot maskanlarida ko'rsatilayotgan xizmatlar saviyasi ham ijobiy tomonga o'zgarmoqda. Kadrlar yetishmovchiligi ham qilinayotgan sa'y-harakatlar natijasida o'z yechimini topmoqda. Tumanimizda faoliyat olib borayotgan Sabrina Nevromed xususiy klinikasida ham mazkur islohotlar doirasida ko'p arzirli ishlar qilinayotir. Klinikada qo'shimcha bo'limlarning faoliyati yo'lga qo'yilishi xalqimizning roziligiga sabab bo'layotir. Endi Sabrina Nevromed klinikasini ochganimizga mana 7 yil bo'lyapti. Asosan ixtisoslashgan nevrologiya sohasi bo'yicha, ammo keyinchalik buni kengaytirish maqsadda hozir endi mana ginekologiya, terapiya, diagnostika laboratoriyada yo'nalishlarni ochdik. Xudo xolasa yana keyingi yillarga mo'ljallayapmiz. Endoxirurgiya, ya'ni artroskop, bel grijalaridagi, tizzalardagi kasalliklarni qalbni tilida lazerni operatsiya qilishlarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Xudo xolasa shu niyatlarimiz amalga oshsa, xalqlarimizga ancha yengillik bo'ladi. Ayni kunda mazkur klinikada ginekologiya, ichki kasalliklar o'zi bo'limi ham faoliyat olib bormoqda. Mazkur bo'limlarga biriktirilgan malakali mutaxassislar xalqimizning xizmatiga har doim kamarbasta. Hozirgi kunda butun dunyoda onkologik kasalliklar ko'paygan. Qarangki, onkologik kasalliklarda qariyb 12%ni bachadon bo'yni raki tashkil qiladi. Bachadon bo'yni rakiga qarshi kurashda hozir bizning davlatimizda juda ham katta mehnat olib borishyapti, juda katta vazifa qilishyapti. Xabar bo'lsangiz kerak, maktablarda bachadon bo'yni PPC, ya'ni virus papilloma человека qarshi прививкалар qilyapti, vaksinatsiya qilyapti. Hozirgi kunda Sabrina Nevromed klinikasida faoliyat ko'rsatyapman. Bu yerdagi kelgan ayollarga ginekologik xizmatlarni ko'rsatib, bepushtlarda, miomalarda, shuningdek shamollashlarda, ya'ni ko'p ayollar bizga shamollash bilan, yallig'lanishlar bilan kelishadi. Marhamat, kelishlaringiz mumkin. Aytish lozimki, klinikada ochilgan yangi bo'limlar birinchi navbatda ko'p sarsongarchilik va ortiqcha mablag' sarflashga barham bermoqda. Chunki avvallari xalqimiz yuqorida tilga olingan mutaxassislar ko'rigidan o'tish uchun viloyatimiz markaziga borishlariga to'g'ri kelardi. Va bu muammolar bugun bosqichma-bosqich hal etilayotir. Diagnoza karbonizatni sonra antibiotik qo'shganimizda faqat dani tishmashanda nistagma shedani tishlar, nistagma